Boysun tumanidagi yo'lda avtomobillarni guruh bo'lib harakatlangan haydovchilar ushbu holatni ijtimoiy tarmoqlarga joylab, qoidabuzarlik va bojxona holatlarini ko'z-ko'z qilishdi. Surxondaryo viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi mas'ul xodimlar tomonidan huquqbuzarlar aniqlanib, transport vositalari bir joyga yig'ildi. Ular bilan profilaktik suhbat va tushuntirish ishlari olib borildi. Qonunda belgilangan tartibda choralar ko'rilib, qilmishining ayanchli oqibatlari tushuntirildi. Mana bu internetga chiqqan videolarni ko'rib, o'zim to'g'risini aytsam, rostdan uyaldik. Boshqa bu ish takrorlanmaydi. Haydovchilarga ham bunaqa qarama-qarshi yo'nalishlarda yurmasligini, hayotini xavfga qo'ymasligini tavsiya etamiz. Bizga shu harakatlanganimiz o'zimizga jabr bo'ldi. Harakatlanganimiz oqibatida kundan beri shtrafda o'tayapmiz. Barcha haydovchilardan iltimos qilamiz, guruh-guruh bo'lib harakatlanmanglar. Bizga mana tushuntirish ishlari olib borildi. Qilgan ishimizdan juda qattiq pushaymonmiz. Nikoh kuni bo'ladigan uzundan uzun to'y korteji va undagi xavfli manyovrlar. Aynan shu bachkanalikni orzu qilayotgan yosh juftliklar ham qurilajak oilaning baxtli bo'lishini ta'minlamasligini anglab yetganda edi. Bu kabi holatlar kuzatilmagan bo'lardi balki. Boysun tumanidagi 75 va 072 avtomobil yo'lida to'y marosimida bir guruh haydovchilar tomonidan qasddan sodir etilib, ya'ni yo'lni yopib, bir qancha transport vositalari ishtirokida guruh bo'lib harakatlanib, to'y marosimida o'sha avtomashinalarni boshqarganlik holatlari uni tasvirga olib ijtimoiy tarmoqlarga joylab, yana unga o'sha xuddi shunday xizmatlar kerak bo'lsa deb o'sha reklama qilish holatlari kuzatildi. Bu harakatlarini huquqiy oqibatlarini tushuntirish, ularga nisbatan qonuniy chora ko'rish maqsadida Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 129-moddasi bilan hammalariga o'sha guruh bo'lib harakatlanganligi uchun ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirib berilib, kelgusida bu harakatlarini takror sodir etmasliklari tushuntirildi. Shu o'rinda jamoatchilik va nuroniylar to'y va marosimlarda yoshlarni nazorat qilib, fuqarolik majburiyatlarini bajarsa, nur ustiga a'lo nur bo'lardi. Bu kun Sardorbek Lolayev, Maqsud Alimnazarov, Surxondaryo.